Xo'sh, eshikni yopib olamiz. Demak, boy hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Jax Minecraft. Biz bugungi videomizda boy va kambag'alni olamiz. Men kambag'al, Steve esa boy. Demak, boyning uyiga boramiz. Boy. Nima deysan? Nima kerak? Boy, menga ish yo'qmi? Qornim juda ochib ketdi-da. Spor mana shu gilamlarni to'g'rilab ber. Nimaga urasan? Xo'p bo'ladi-da, mana menda bu ishchilar. Eng zo'riman, Yig'ishtirib bo'lganingdan keyin zinani ustiga yozib chiqqan. Bo'ladi, boy aka. Hammasini qilaman, mana mashdan boshlab, mana shu to'rtta bekor sindiribman hozir o'zi. Ya qilichingizni ko'tarmang boy aka, men qo'rqyapman. Mana ham sizdan qo'rqib ketdi-da, aytga tushib oldi. Mana shu yer uyni ham cho'tga qurgan sakanda. Mana shu yerdan olamiz. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yerga 2 qator qilib qo'yib chiqamiz demak, yaxshi. Boy, yana ish yo'qmi menga? Ishi bor, hozir ko'chaga chiqamiz, keyin ko'rsataman. Yur. Hozirda boy aka, mana ketyapman orqangizdan. Mana shu yerdan sekin orqaga qaytib yuboramiz. Boyliklarni o'g'irlashimiz kerak axir. Demak, mana shu yerdan chiqamiz. Xo'sh, sandiq sindirib olamiz. Chunki uncha ko'p vaqtimiz yo'qda bizda. Ikkinchisini ham sindirib olamiz. Demak, qani xazina shu yerda ekan. Demak, sandiqlarni qo'yib qo'yamiz, chunki sandiqni ko'rib shubhalanishi mumkin. Demak, chiqamiz. Nima bo'ldi boy? Sizdan so'rayapman. Creeper patazor, mana shu yerga to'g'rilab ber. Xo'p bo'ladi-da boy aka, mana sizga mana ulardan to'g'rilab beraman-da bularni. Mana u yerda 3 ta oltin blok va 5 ta 3 ta olmos blok va 5 ta oltin blok bor ekan. Boy aka, mana yerlarni ham to'g'rilab tashlayman siz uchun. Mana u yerlarni to'g'rilayapman. Tez uyimizga borishimiz kerak endi. Boyni axir o'ldirishimiz kerak. Narsalarimizni olib olaylik. Temir bo'lsa ham narsalarimiz yaxshi, qattiqroq. Demak, qilichimizni olib olaylik. Xo'sh, yaxshi. O'tamiz. Boy, chiqingchi bu yoqqa. Menga oltin bermaysizmi? Mana bering ashini. Beryapman-ku mana, shoshilib turmay tur. Sanab olay. Mana u yerga tashlayman. Mana. Boy aka, jahli chiqmasin. Sizni loy aka ham deyveraman. Loy paqir desam bo'ladimi? Loy paqir. Nima dersan sen? Mana sen loy paqir. Mana loy paqir. Temir qilishni yutib qo'ymasan, loy paqir. Demak, narsalarni olamiz, bu yerda suramiz. Xo'sh. Mana shu yerlarda ketamiz endi. Xo'sh. Do'stlar, mana biz boyni yutdik. Demak, biz endi bu yerdan surishimiz kerak, chunki hozir u qaytib keladi. Bizning jonimiz yo'q. Demak, bizning kanalimizga obuna bo'linglar, do'stlarim.